Assalomu alaykum. Rust dasturlari 4-darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Rustdagi ma'lumot turlari, ya'ni data types haqida gaplashamiz. Rustda asosan 4 xil turdagi ma'lumot tiplari bor va Double Three Schoolsga kelib turib darsimizni qo'llanma bo'yicha davom ettiramiz. Oxirgi tutorial Rust Double Three Schoolsda hozirgi holatda. O'tgan darsda o'zgaruvchilarni va o'zgarmaslarni ko'rib chiqdik. Bugun data types, ya'ni ma'lumot turlarini ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin 5 xil tur bor, lekin aslida ya'ni qaysidir ma'noda 4 xil turi bor data type'ni. Xo'sh, shunday ham bo'lishi kerak hozir. Okay, mana. Basic data types in Rust are divided into different groups. Ya'ni turli xil ma'lumot turlari Rustda 4 ta guruhga bo'linadi. Bular numbers, ya'ni sonlar, raqamlar uchun alohida tur bor. Characters, ya'ni belgilar uchun. Belgi deganda faqat nuqta, virgul yoki undoq emas, balki harflar ham, sonlar ham agar bitta bo'ladigan bo'lsa, belgi bo'ladi. Va strings, matnlar uchun, ya'ni matn ichiga sonlar ham, belgilar ham kirib keladi va bularning farqini hozir ko'rib o'tamiz. Va oxirgisi booleans, ya'ni to'g'ri va xato, true false qiymatini oladigan qiymat ma'lumot turlari bor. Bularning hammasini farqi bor va farqlash muhim sanaladi. Nimaga muhim deydigan bo'lsangiz, oddiygina misol ko'rishimiz mumkin. Masalan, nimadandir men ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsam, keyin Googledan ro'yxatdan o'tish deb qidiramiz. Xo'p, birinchi bo'lib uzbm degan sayt chiqib keldi va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ba'zi joylar ba'zi narsalarni qabul qilmaydi. Misol uchun jishir degan joyga biz harf yoza olmaymiz. Yoki passport IDga oldiga biz ikkita harf yozishimiz mumkin, lekin ikkitadan ko'p harf yozilmaydi, olmaydi. Bu yerga esa raqam oladi, harf olmaydi. Yoki bu yerga plus minus belgilarini qo'sha olmaymiz. Ya'ni bu yerda kiritishimiz mumkin bo'lgan ma'lumot turi cheklangan. Qanaqa qilib cheklangan desa, o'sha ma'lumot turiga qabul qiladi. Yoki telefon raqam degan joyi bor. Bu yerga biz harf yoza olmaymiz, faqat son qabul qilish kerak. Ya'ni qisqa ma'noda eng primitiv ko'rinishda ma'lumot turlarini farqlash nimaga kerak deganda mana shunaqa javob berish mumkin. Misol uchun 7 ga 1 ni qo'shsa qancha bo'ladi deb turibdi. Bu yerga biz 8 deb yozsak ham bo'ladi, lekin bu xato. Bu qabul qilmaslik kerak. Ya'ni bu yerda son bo'lishi kerak 8. Xullas, mana shu narsa uchun bizga ma'lumot turlari kerak. Va bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, qonun talablari doirasida shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga va ishlov berishga rozilik bildiraman degan narsa bor. Bu hozir bosilmagan, bosilsa o'zgaradi, bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Bosilsa true, bosilmasa false. Ya'ni har bir turdagi ma'lumot turi o'z vazifasi bor. O'sha ma'lumot turlarini Rust dasturlash tilida qanaqa qilib ko'rishni, qanaqa qilib joylanishini bugun ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu uchun avval biz yangi cluster, ya'ni jild ochib olamiz. Data types uchun dd deb qo'yaman nomini. Xohlagan turdagi nomni berishingiz mumkin. Bu ixtiyoriy narsa albatta. Va mana shu dt ni biz endi Visual Studio Code dasturida ochib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Visual Studio Code'ni ochyapmiz. Ochdik va yangi ochgan jildimizni bu yoqqa qo'yib olishimiz kerak. Xo'p, dt ni ochib oldik va bu yerda doimgidek biz o'zimizni loyihamizni ishga tushirib olsak ham bo'ladi. Bu uchun kod agar esingizda bo'lsa, cargo new deb turib ilovaga yoki dasturga nom bersak bo'ladi. Bu bizga tayyor dastur paketni ochib beradi, lekin biz hozir oddiygina qilib ma'lumot turlarini ko'rmoqchimiz. Shuning uchun bizga alohida loyiha ochish shart emas, bitta fayl o'zi yetadi. Ya'ni main arrays. Main arraysni ochib oldik va data typesni yozishni boshlaymiz. Xo'p, oddiy holatda biz o'zgaruvchi ochsak, misol uchun let name yoki o'zbekcha let ism barobar hidoyat deydigan bo'lsak, bu yerda ma'lumotimiz saqlandi. Ya'ni ism o'zgaruvchisiga hidoyat nomi birikdi. Bu yerda hidoyat yozishimiz mumkin string. Ya'ni matn. Ko'rishingiz mumkin, AI yordamchimiz Copilot bizga yozib beryapti. Let yoshi 20 bo'ldi. Bu yerda integer butun son. Yoki pastda let balandlik, let to'liq, true. Xuddi shu yo'sinda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizda asosiy 4 xil turdagi ma'lumot turlari bor. Birinchisi matn. Bularning o'zi ketma-ketlik yo'q. Birinchisi raqam desa ham bo'ladi, birinchisi kasr son desa ham bo'ladi, birinchisi boolean type desak ham bo'ladi. Mantiqiy qiymat. Bizga muhim bo'lgan narsa, agar biz o'zgaruvchi ochib turib, uning qiymatini qo'sh tirnoq ichida beradigan bo'lsak, bu uni matn sifatida qabul qiladi.
Agar biz qo'shtirnoqsiz sonni o'zini beradigan bo'lsak, bu butun son sifatida uni qabul qiladi. Sonni biz matn ichiga ham qo'shib ketishimiz mumkin. Misol uchun let ism demaylik shuni, keyin let son deymiz va sonni men 20 ga barobar qilaman. Ikkalasi ham 20, ikkalasidan ham foydalansak bo'ladi. Masalan, print undov va bu yerda biz doimgidek misol uchun son deb turib placeholder qoldirardik agar esingizda bo'lsa va uni yopib turib qo'shib tashab o'zgaruvchi nomni yozib ketardik. Son deydigan bo'lsak va bu yoqqa kelib turib biz cargo run qilsak ishlamaydi. Cargo run main arrays qilsak ishlamaydi. Xo'sh, demak biz yangi loyihani ishga tushirishga baribir majbur bo'lar ekanmiz. Kodimizni kiritib olamiz, ya'ni o'zimizga yana qaytarib olish uchun va don't save. Bu yoqqa kelib turib cd orqaga qaytamiz. ls qiladigan bo'lsak, bu yoqda bizni faylimiz bo'lishi kerak. ls deb turib dt qiladigan bo'lsak, main arrays faylimiz bor. dt ni biz hozircha remove qilamiz. Remove chiziqcha ref bilan dt ni biz o'chirib olsak bo'ladi. Papka o'chib ketdi. Endi ls dt qiladigan bo'lsak, bunaqa jild yo'q degan buyruq qaytadi va biz cargo bilan o'shani yangidan ochib olamiz xatolik bo'lmasi uchun. Demak, cargo new dt qiladigan bo'lsak, bizda yangi dt nomli loyiha paydo bo'ladi va uni biz ochib olishimiz kerak. Xo'sh, demak, tepaga o'tsak fayl bor, bu yoqda open folder bor. Bu yoqdan desktop masa ustiga borib turib dt ni ochib olamiz va bu yerda o'zimizning avvalgi jild tuzilmamiz bizga ko'rinishi kerak. Sort yo'sak main arrays bor va bu yoqdagi kodni olib tashlab, boyagi kiritgan kodimizni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, demak bu yoqqa kelib turib cargo run beradigan bo'lsak, kirib olishimiz kerak. cd dt. Endi cargo run beradigan bo'lsak, cannot be used for global variables. Xo'sh, const deymiz ekan. Va buni ham const deymiz. O'zgartirish uchun shunaqa yo'sinda ham ochsa bo'ladi va pastdagilarni izohga olib turamiz hozircha. Va endi cargo run qiladigan bo'lsak, xo'sh, provide type for the constant. Okay. Let son barobar 20. Va shuni endi print bilan chiqarishga harakat qilamiz. Okay. Let's try this out. Cargo run qiladigan bo'lsak, can't be used for global variables. War son. Expected this it says. Okay. Const bilan beramiz va bunga ma'lumotni ham berib ketamiz. Kelinglar. Float 32. Integer 32, int 32 dedim. Int 32 ekan. Buni berib ketishimiz kerak. Xo'sh. Const son o'zgaruvchi nomidan keyin biz aytishimiz kerak bu yerda integer 32 formatda deb va sonimizni boyagi 20 ga barobar qilib qo'yamiz va buni xo'sh print undov bilan chiqarib yuborsak bo'ladi. Xo'p, endi cargo run qilsak, consider remaining main function. Why? Guys, we have forgot one thing. Function main turib, mana buncha yozishimiz kerak kodni. Mana xato qayerda? Xo'p, let son barobar 20 va print bilan endi uni bu yoqqa chiqarib yuborsak bo'ladi. O'g'limning yoshi. Cargo run. Voy. Xatoyim qayerda deb turibman. Xo'p, nima qilish kerak edi? Bitta narsa umuman esdan chiqib ketdi. Ya'ni main funksiyani ochib turib, shuncha kodni yozishimiz kerak edi. O'sha esdan chiqib qolgan. Shuni hisobiga bizning kodimiz ishlamadi. Ya'ni bizda asosiy hamma kodlar mainning ichida bo'lishi shart, bo'lmasa kod ishlamaydi.
Demak, agar biz son deb yozib turib o'zgaruvchini raqam qiymatiga belgilasak, ya'ni ma'lumot turini raqam qiladigan bo'lsak, bu yoqda qiymat chiqdi va yana bittasini ochamiz bo'lsa, let keyinlar yana son 2 deymiz va buni qiymatini ham endi qo'shtirnoq ichida 20 qilamiz. Ikkalasida chiqishda farq bo'lmasligi kerak. Xo'p, pastdan yana bitta println qo'shaman. Println qo'shib turib buni kelinglar qizimning yoshiga olamiz. Va saqlab turib cargo run qiladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin ikkalasida ham bir xil qiymat chiqdi. Mana bu qavs ichidagi matn kerak emas. Buni olib tashlasak ham baribir shu narsa namoyon bo'ladi bu yoqda. Ikkalasida ham bir xil 20 chiqdi. Unda ikkita 20 nimaga kerak degan savol paydo bo'lishi mumkin. Tepadagi 20 bu haqiqiy 20, ya'ni bu son o'laroq 20. Buni nima desa bo'ladi? Matematik amallar ustida ishlashda bundan umuman muammo chiqmaydi. Pastdagisi esa bu matn 20. Tasavvur qiling, 20 ga 20 ni qo'sh desa, agar bu matematik ya'ni son ko'rinishdagi ma'lumot turi bo'ladigan bo'lsa, javob 40 chiqadi. Agar matn ko'rinishidagi ikkita 20 ni biz bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, natija 2020 chiqadi. Ya'ni ikkita 20 ni matn sifatida bir-biriga qo'shib qo'yadi. Shuning uchun biz son va matnni farqlay olishimiz kerak. Demak, son to'g'ridan-to'g'ri qo'shtirnoq ichida emas beriladi. Matn esa qo'shtirnoqlar ichida berilishi kerak bo'ladi. Son bilan matnning farqi tushunarligan umiddaman. Va keyingi o'zgaruvchi turimiz bor bizda bu karakter. Karakter bo'lishi uchun biz yana o'zgartirish ochamiz. Keyinlar buni belgi deb qo'yamiz va uni qiymatini teng qilamiz. Misol uchun S harfiga. Bu endi matn emas bu. Bu karakter bu. Ya'ni belgi bu. Belgining sharti unda bitta harf, bitta belgi bo'lishi kerak qiymatda. Ikkita bo'lsa xato bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Masalan, print deb turib, men undan foydalanishga harakat qilaman. Println belgi. Wow. İşimiz okunasa bo'ldi. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin, xatolik qaytardi bizga. Ya'ni belgi o'zgaruvchisini qaytarib olyapti. Sababi biz buni bitta tirnoq ichiga yozdik va bitta tirnoq ichida bo'layotgandek faqat karakter belgi bo'lishi kerak. Belgi esa faqat bitta harfdan iborat bo'lishi kerak. Kichkina harf yoki katta harf bizga umuman qiziq yo'q. Qiziq bo'lgan narsa faqat bitta harf bo'lishi kerak. Ya'ni yakka tirnoq ichida bitta harf, bitta belgi bo'lsa qabul qiladi. Rost dasturlashtirilib, ikkita harf yoki belgi bo'lsa qabul qilmaydi. Bu xohlagan narsa son bo'lishi ham mumkin. Qabul qilaveradi. Muhimi bitta belgi bo'lishi kerak. Ya'ni yakka tirnoq ichidagi qiymat bu yoqqa komment qilib qo'yamiz. Nomi buni karakter, ya'ni bu matn yoki son emas, bu karakter, belgi uchun ishlatiladi. Yakka tirnoq ko'rinishidagi ma'lumotni saqlash uchun. Matn esa qo'shtirnoq ichida saqlanadi. Umuman yakka tirnoq ham qo'shtirnoq bo'lmasa, u raqam bo'lishi kerak. Ya'ni biz hozir oddiy matnni, misol uchun let oddiy matn o'zgaruvchisini ochib turib, biz buni salomga to'g'rilab qo'ya olmaymiz. Bu yerda xatolik javobi qaytadi. Nega desa, bunaqa ko'rinishda faqat son berilishi kerak. Ya'ni rost dasturlashtirilib, o'zgaruvchi ochilgandan keyin uning qiymati nimagadir tenglashtirilsa va tenglashtirilgan narsa qo'shtirnoq ichida bo'lmasa, rost uni son deb qabul qilishga harakat qiladi. Qarasa u son emas va buni rost shunchaki rad etadi. Xo'p, demak, yana yig'ib oladigan bo'lsak, agar hech narsa yo'q, to'g'ridan-to'g'ri raqam yoki son beriladigan bo'lsa, bu integer, ya'ni I 32, ya'ni integer 32 butun son desak bo'ladi. Butun son sifatida qabul qiladi. Agar biz qo'shtirnoq ichida bersak, buni matn ko'rinishida qabul qiladi va agar biz bitta tirnoq ichida beradigan bo'lsak, buni karakter, ya'ni belgi sifatida qabul qiladi. Va bizda qo'shtirnoqsiz beriladigan yana bitta ma'lumot turi bor. Bu boolean. Mantiqiy operator desak bo'ladi. Let mantiq barobar true, ya'ni to'g'ri degan bo'lsak, bu endi matn ham emas, butun son ham emas, belgi ham emas. Bu endi mantiqiy operator bu. Mantiqsal boolean. Boolean nima kerakligini boya ozgina tushuntirib o'tdim. Ya'ni nimadir to'g'ri yoki xatoligini bildirish uchun, misol uchun kompyuter bor yoki yo'q, yoki internetga ulangan yoki ulanmagan. Ya'ni bizda shunaqa qiymatli holatlar bo'ladi. U yoki unaqa bo'ladi yoki bunaqa bo'ladi. O'sha holatda biz booleandan foydalanishimiz maqsadga muvofiq. Xo'p, bizda qolib ketgan hozir yana bitta ma'lumot turi bor. Bu float, ya'ni kasr son desak bo'ladi. Let kasr deymanda buni qiymatini misol uchun 20.5 qilamiz. Bu float turi. Floatning integerdan farqi bor.
integer butun son faqat butun qiymatni qabul qiladi. Kasr qiymatni qo'shish uchun biz float ko'rinishda berishimiz kerak. Buning uchun biz shunchaki float sonni berishimiz kifoya. Bu oddiy holatda ma'lumot turlarini e'lon qilish. Ya'ni Rust sizni majburlamaydi ma'lumot turini majburiy shartda bildirib ketishga. Ammo sizda shunaqa holat bo'ladi. Boyagi ro'yxatdan o'tish misolida ko'rganimizdek, aniq qilib berib ketishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni faqat qaysidir qiymat o'tirish kerakligini. Masalan, yo'qqa keladigan bo'lsak, oliygoh uz degan sayt bor ekan. Kirishga bosadigan bo'lsam, faqat Telegram bor ekan yo'qda. Qanaqadir matn yoki rasm kiritishni so'rash kerak. Okey, MyGo'ga kirib ko'ramiz. MyGo'ga kirmoqchi bo'lsak, xizmatdan foydalanish, OneID orqali kirish. Xo'sh. Xo'p, ko'rishimiz mumkin ikkita maydon bor. Bu yoqqa ham o'sha ma'lumot turi kiritiladi. Misol uchun login degan joyga biz matn kirityapmiz. Ba'zi veb-saytlar bor, matn emas, faqat raqam so'raydigan bo'shliq maydoni bo'ladi. Unaqa holatlarda biz boyagi butun sondan yoki float kasr sondan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Adashmasam mana shu BMWda shunaqa edi. Ro'yxatga o'tishga bosaman, bu yerda telefon raqami bor. Ko'rishingiz mumkin, bu faqat integer qabul qilish kerak. Ya'ni u yerda aytib ketilgan. Faqat i32 formatini qabul qil deb yoki floatni qabul qil deyish mumkin, lekin telefon raqamida kasr son bo'lmaydi. Ya'ni ba'zi holatlarda siz ma'lumot turini majburiy ravishda ko'rsatib ketishingiz kerak, faqat shu qiymatni qabul qilsin deb. Yoki sizga faqat bitta harf kiritishi kerak bo'lsa, buni turini majburiy qilib characterga belgilab ketasiz. Yoki faqat true false qaytish kerak bo'lsa, booleanni bildirib ketishingiz kerak. Yoki faqat matn kiritish kerak bo'lsa, ya'ni true degan qiymatni qabul qilmasin. Yoki bo'lmasa butun va kasr sonlarni qabul qilmasin yoki bitta harfni qabul qilmasin, faqat matn qabul qilsin demoqchi bo'lsangiz, stringligini bildirib ketishingiz kerak bo'ladi. Buni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda tayyor variant bor. Shundan o'zidan foydalanib ketsak ham bo'ladi. Demak, yozgan kodimizni o'chirib turib, buni sinab ko'ramiz. Xo'sh, bu yoqda bizda tayyor ochilgan o'zgaruvchilar bor, e'lon qilingan o'zgaruvchilar. Shulardan foydalansak bo'ladi, tushunib olish uchun. Demak, biz faqat butun songa majburlamoqchi bo'lsak o'zgaruvchimizni ikkita nuqta qo'yib turib, uni izidan i32 degan narsani yozib ketishimiz kerak va barobardan keyin qiymatni beramiz. Oddiy holatda biz qanaqa berayotgandik? Bunaqa berayotgandik. Butun son barobar 5 berayotgandik. Biz endi uni qaysidir qiymat turiga majburlash uchun demak, ikkita nuqta qo'yamiz va undan keyin i32 deb turib, keyin barobardan keyin qiymatni beramiz. Natijada butun son o'zgaruvchisi faqat integerni qabul qiladigan bo'ladi. Ya'ni faqat butun sonni qabul qiladi. Kasr son, bitta harf belgi, true false yoki matnni qabul qilmaydigan holatga keladi. Xuddi shunday holatda booleanni ham berib ketishimiz mumkin. 2.bool deydigan bo'lsak, bu o'zgaruvchi bundan bu yog'iga faqat true yoki false qiymatini qabul qiladi. False ham boolean qiymatiga kiradi, ya'ni xato degan ingliz tilidagi. Ya'ni booleanda faqat ikki xil qiymat bo'lishi mumkin. Yoki false bo'ladi, yoki true bo'ladi. Uchinchi variant yo'q. Stringda esa xohlagan narsa kiritilishi mumkin qo'shtirnoq ichiga. Qo'shtirnoq ichiga siz xohlasangiz raqam yozasiz, xohlasangiz kasr yozasiz, xohlasangiz bitta harf yozasiz, xohlasangiz son yozasiz. Bu ixtiyoringiz, xohlasangiz false yoki true deb yozsangiz ham bo'ladi. Lekin bu dastur tomonidan faqat oddiy matn sifatida qabul qilinadi, ya'ni to'g'ri yoki yolg'on qiymat sifatida emas, yoki maxsus bitta belgi sifatida emas, yoki kasr son sifatida emas, matematik amalga oshirish uchun yoki butun son sifatida qabul qilmaydi, shunchaki matn sifatida qabul qilinadigan bo'ladi. True false ham xuddi shunaqa. True false faqat to'g'ri va yolg'onni bildirish uchun kerak. Bu oddiy matn sifatida qabul qilinadigan narsa emas. Va harf ham xuddi shunaqa. Harf faqat bitta belgini o'z ichiga oladi, karakter. Unga 2 yoki 3 ta harfni kiritishning iloji yo'q. Testlarda bundan foydalansa bo'ladi. Misol uchun, ya'ni qanaqadir savol tuzyapsiz, variantli ABCD variant bo'ladigan bo'lsa, bitta harf kiritish kerak bo'lsa o'quvchi, buni karakter o'zgaruvchisiga majburlab turib kiritib ketishingiz mumkin. Natijada o'quvchi faqat bitta belgini kiritishi mumkin bo'ladi. Va faqat kasr son kiritish so'raladigan joylar bo'ladi dasturda. Bular paytda biz F64 ga, ya'ni float 64 ga majburlab ketishimiz mumkin. 2.f64 qilib yoki faqat boyagidek telefon raqam yoki son kiritish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz i32 orqali butun son integerga o'zgaruvchi turini majburiy qilib qo'yib ketishimiz mumkin. Bu holatda dastur biladiki, i32 dan keyin albatta butun son keladi. Yoki 2.f64 dan keyin faqat kasr son keladi. Diqqat qiling, bu yerda 5 degan bo'lsa qabul qilmaydi, sabab 5 kasr son emas.
Bu yerda kasr albatta bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa 2 nuqta carddan keyin biz barobar qo'ysak, Rust dasturlashtirib biladiki, u yerda albatta bitta harf keladi. Va Mabeldan keyin 2 nuqta bool yozilgan, barobardan keyin Rust dasturlashtirib biladi. Bu yerda faqat true yoki false qiymatlari keladi va true false qiymatlari Rustda kichkina harfdan boshlanishi kerak. Va oxirgisi qanaqadir o'zgaruvchiga nom berdingiz. Misol uchun bu nomini salom deb qo'ydingiz va salom degan o'zgaruvchingiz faqat matn qabul qilinishini aytib ketishingiz uchun ampersand belgisidan keyin str harflarini yozib turib barobar qo'yasiz va qo'sh tirnoq ichida matningizni yozib ketasiz. Matn bitta so'zdan iborat bo'lishi shart emas. Bu yerda xohlagancha yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bular ma'lumot turlari edi. Buni print funksiyasi yoki println funksiyalari orqali sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bugungi dars shundan iborat edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.